Bugun 1-may. Ertalabdan derazamni ochib qarasam, shunaqa zo'r havo meni kutib turgan ekan. Bugun aniq qayergadir bormasak bo'lmaydi deya yo'lga chiqib ketdik. O'zim bilan shtativimni ham oldim, chunki juda ham chiroyli joylar ko'p bo'ladi. Video olishda menga yordamchi bo'ladi. Bu orada sizlarga uyimiz atrofini qanchalik go'zalligini ham ko'rsatib ketaman. Koleskamizni ortib oldik va yo'lga chiqdik. Bu yerda mashinaga benzin oldik. 25 yevroga 17 litr benzin. Bu yerda Avstriyada gaz, metan degan narsa yo'q, hamma benzinda yuradi. Chunki odamning sog'ligidan pul muhim emas. Gazda yurgan mashina albatta ob-havoni ifloslashi mumkin. Yo'l yursak ham mo'l yurdik. Tabiatning go'zalligini har doimgidek videoga olib ketdim. Endi esa mashinamizni parkovkaga joylashtiramiz, to'lovlarni qilamiz. 1 soatga 3 yevrodan ekan, biz 2 soatga to'lov qildik. Bu bilan baribir bizga aylanib chiqishimizga 2 soatga yetmaganligi uchun yana 1 soatga cho'zdirib ketdik. Bugungi zabt etmoqchi bo'lgan joyimiz Ebenzi ko'li bo'ladi. Kirib kelishdan bizni shunaqa chiroyli manzara kutib oldi. Bugun Maybaum bo'lgan, ko'rib turganinglardek hamma joyda Maybaumga tayyorgarlik. Chunki may oyidan Avstriyada yaxshigina issiqlik boshlanadigan kun, ungacha kunlar juda ham isib ketmagan edi. Ozgina pul yechib oldik, qornimiz och qolgan edi. Arablarning magazinidan doner olib, ko'chada bo'lsa ham toza havoda yeb oldik. Bu yerda turklarning kebab, doner kabi ovqatlari juda ham mashhur hisoblanadi va halol taom. Qornimizni to'qlab olgach, mana shu Ebenzi ko'lini tomosha qilishga keldik. Bu yerda suvlar shunaqa tiniq, zilol, hattoki buni ichsa ham bo'ladi. Tog'larning bahaybatligidan xuddi ustingizga ag'nab tushgandek bo'ladi. Tog'larning tepasida ko'rib turganinglar archalar, har xil daraxtlar. Havosi tozaligidan o'pkam rahmat Madinada boryapti. Uzoq-uzoqlarda kemalar so'zib yuribdi. Kemalar asosan odamlarga xizmat qilishadi. Har xil davlatdan kelgan odamlar bunda uchib ko'rib, kemalardan zavqlanishadi. Biz esa o'z kemamizni kutyapmiz. 3 kun oldin onlayn registratsiya qilib katta kemaga joy olib qo'ygan edik. Kemada odamlar hattoki 2-3 kunlab ham sayohatga ketishadi. Kemaning ichida hamma shart-sharoitlar bo'ladi. Har xil davlatlarga ham ketishi mumkin. Va sizni hamma o'lkalarni ko'rsatib, hamma shaharlarni ko'rsatib, o'zlari yana olib kelib qo'yishadi. Kemamiz kelgunicha Ebenzining shirin muzqaymoqlaridan tatib turdik. Bu bizga 10 yevroga tushdi. Shu yergacha hisob 53 yevro bo'ldi. Xudo xolasa keyingi postlarimda gigant kema videolarini qo'yaman.